Assalomu alaykum hurmatli kitobsevar kitobxonlar. Bugun sizlarga Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoxud axloq kitobi haqida bibliografik sharh taqdim etaman. Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoxud axloq asari o'zbek ma'rifatparvarlik adabiyotining eng nodir namunalaridan biridir. Asar 20-asr boshlarida yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash, ularda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish maqsadida yozilgan. Kitobda ilm olishning ahamiyati, odob, axloq, halollik, rostgo'ylik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, saxovat, sabr-toqat va insoniy fazilatlar haqida chuqur fikrlar bayon etilgan. Muallif insonning eng katta boyligi uning odobi, ilmi va ma'naviy kamolati ekanini ta'kidlaydi. Turkiy Guliston yoxud axloq asarini mutolaa qilgan har bir kitobxon hayot uchun zarur bo'lgan axloqiy saboqlarni olish shubhasiz.